Okey, qani kim farzandli bo'lmoqchi ekan? Bu men doktor. Iltimos, tezroq menga yordam bering. Yaxshi, bizda yangi qurilma bor. Azobning yarmini eringizga o'tkazib beradi. Xo'sh, siz bunga rozimisiz? Roziman. Xo'p, mayli. Pastroq ishlanishdan boshlang. Okey, hozir 20% azobni his qilasiz. Okey, ancha yaxshi bo'lib qoldim. Wow, hech narsani his qilmadim. Qani 40% ni sinab ko'ramiz, doktor. Okey, mana hozir. Wow, bu qurilma menga yoqib qoldi. Kechirasiz. Tinchlikmi, do'stim? Senda hech ichigindan qovunday narsa chiqayotgandek bo'lganmi? Menimcha doktorga borishing kerak. Aytgancha 60% ni yoqing. Battarlashdi. Do'stim, nima bo'pti? 100% ni yoqing, doktor.